Assalomu alaykum aziz do'stlar. Murod Invest mas'uliyat cheklangan jamiyati sizlarga o'z mahsulotlarini va xizmatlarini taklif qiladi. Sizlar bizlardan hamyonbop bo'lgan narxlarda va sifatli holatda, asosiysi gipsoblok, gazoblok, polistirol blok va bundan tashqari shlaka bloklarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi va bundan tashqari bizda Rim ustunlarini quyish xizmati ham bor. Oltiariq tumani bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Video davomida qilgan ishlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Hozir mana bu qarshimizda turgan gazoblok, buni mix ushaydimi deganlarga hozir hech kim mix qoqmaydi, lekin anker, bolt, xullas nimaki bo'lsa bemalol ushaydi. Bu ariston, kuxunni mebel, nimaki og'ir narsalarni bemalol ilishingiz mumkin bo'ladi. Buni har bittasiga 10,5 kilodan sement tushadi. 450 yasin sementni quyamiz. Xo'p, og'irligi 21 kilo, 20 kilo atrofida chiqadi akalar. Fibralar qo'shilgan. Hozir video davomida fibralarini ham ko'rsatib o'taman. Juda ham baquvvat bo'lgan gipsoblokdan ko'ra ancha baquvvat. Buni hozir sinab bitta bir plashatkaga o'tib olib, hozir bloklarimizni sinab ko'rsatamiz. Xo'p, akalar, ko'rib turganlaringdek beton joyga kelib oldik. Shtoba hali turpoqqa irg'itdi, boshqa qildi deyishmasin deb. Lekin kanalimizga kirib ko'rsalaring, bu gipsobloklarimizni boshqa bloklardan farqini sinab berganman. Bir kirib erinmasdan ko'rsalaring, farqlarga tushunasizlar. Hozir YouTube'da ko'p videolar yuribdi, irg'itib sinab berishyapti mana shunaqa gipsobloklarni. Hozir ilojini boricha qo'yib o'tishga ham harakat qilaman o'sha videoni. Endi bunday qilib past joydan bunday qilib tashlashyapti. Bu nima qilib sinalmaydi. Mana. Mana bunday qilib sinaydi, mana. Yana bir marta otib ko'raveramiz. Burchaklari sinadi akalar. Lekin mana ko'rib turganlaringdek bizni bloklar unaqa ikkiga bo'linib ketib, boshqa bo'lmaydi. Mana qattiq betonga tushganligi uchun burchaklari sindi. Lekin ko'rishlaring mumkin. Bloklarimiz juda ham sifatli, xudo xolasa. Shu paytgacha birovdan jalb eshitgan joyimiz yo'q. Asli vapshim. Bunaqa penoblok men O'zbekistonda ko'rganim yo'q. Bunaqa ustalar ham yo'qdi O'zbekistonda. Endi gazoblokka keladigan bo'lsak, mana bunday qilib tepishyapti, ikkiga bo'linib ketyapti. Bunaqa qilib sinalmaydi gazoblokni. Kelinglar, buni ham irg'itib ko'ramiz. Endi bu og'irroqcha. Mana. Gazoblokni mana shunaqa qilib sinaydi. Irg'itib. Voy. Bu og'ir ekan. Ana ko'rib turganlaringdek. Bemalol otib sinasa bo'laveradi akalar, ko'rib turganlaringdek. Bizniki unaqa buni tepsa ikkiga bo'linib ketadigan bloklardan emas, xudo xolasa. Yetarlicha hajmda bor. Bahor bilan bir reklama qilmaganimiz sababi oldindan to'lovlar qilib qo'yishgan. Yetkazib berdik. Mana endi xudo xolasa ulgib oldinga chiqib oldik. Ko'rib turganlaringdek bloklarimiz yaxshi qurigan. Ovozni eshityapsizmi? Toshkent piyolasi degani mana shu bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari bizda shlaka bloklar ham bor. Kelaverasiz. Shlaka bloklarimizni ham bir ko'rib o'tsalaring bo'ladi, lekin shlaka bloklarimizdan faqat mana shu yon o'rtalarga sotamiz, chunki buni uzoqqa olib borsak, tan narxi ko'tarilib ketib qoladi. Shuning uchun bular kecha quyilganmidi? Kecha quyilgan. Mana sal quriganidan bir irg'itib ko'rsatib beraman buni ham. Shlaka bloklarimizni sifatiga keladigan bo'lsak, kelib bir yuzalarini ko'rsating. Hurmatli operator, mana yonidan chiqqan birorta shlagi yo'q. Ko'rib turganlaringdek qirralari, kak poложено, stenkasi 2,5 urgan ustaga ham juda ham oson. Bunaqa og'ir emas, chunki hozir og'ir ishlardan odamlar sekin-sekin qoshyapti, lekin 2,5 bo'lishiga qaramasdan juda ham sifatli, har bittasiga 1 kilo 350 grammdan sement qo'shilyapti, 450 marka. Mana bu shlaka blogimiz bo'ladi, mana. Xo'p, akalar, manzilimizni aytib o'tadigan bo'lsam, Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Yangarab qishlog'idan bo'lyapti bu videomiz. Seximiz Yangarab qishlog'ida joylashgan. Mana bu shlaka blogini uzoq joylarga jo'natib bera olmaymiz, chunki yuqorida aytib o'tdim, narxi ko'tarilib ketib qoladi. Qo'shni qishloqlarga, mana shu yaqin joylarga zakaz qilishsa 3200 so'mdan dastlabki mashinalarimiz bor o'zimizda. 3200 so'mdan olib borib beramiz. Bloklarimiz juda ham sifatli. Ustalarni hamkorlikka chorlab qolamiz. Bemalol telefon qilib zakaz qilishlari mumkin bo'ladi. Hozir polistirol blogimiz tugab qopti. Hammasini olib ketib qolishgan, bir dona ham qolmabdi. Uni keyingi videolarda xudo xolasa ko'rsatib, ularni ham sinab beramiz akalar. Bundan tashqari bizda akalar Rim ustunlarini quyish xizmati bor. Faqat Oltiariq tumani bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Ekran ostidagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib,
ustun kuydirmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqishlari mumkin bo'ladi. Ustalarimiz tajribali, 2 yillik tajribasi bilan Oltiariq tumani bo'ylab chiroyli ustunlarni, uyingizga ko'rk qo'shadigan ustunlarni quyib beramiz. To'lovlar siz xohlagan usulda to'lovlarni qabul qilamiz va xizmat ko'rsatishdan xudo xolasa charchamaymiz. Aloqaga chiqaverasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.